Tasavvur qiling, siz yangi bino qurmoqchisiz yoki yeringizni rasmiylashtirmoqchisiz. Sizdan birinchi bo'lib toposyomka bormi deb so'rashadi. Ko'pchilik hayron bo'ladi. Axir kadastrim bor-ku, u yerda hamma narsa chizilgan-ku. Lekin aslida kadastr bu faqat yerning chegarasi bo'lsa, toposyomka bu yerning rentgenidir. U yerda yer ostidagi gaz quvurlari, elektr kabellari, yerning past-balandligi va hatto har bir daraxt aks etadi. Bugun biz nima uchun toposyomkasiz qurilish boshlash xavfli ekanligi va uni qanday to'g'ri tayyorlash haqida gaplashamiz. Toposyomka o'zi nima va u nimadan iborat? Sodda qilib aytganda, toposyomka bu yer yuzasining maxsus asboblar, taxiometr, GPS-stansiya yoki dron yordamida olingan aniq chizmasidir. Unda quyidagilar ko'rsatiladi. Yer relyefi, yerning qayeri baland, qayeri past. Bu poydevor qo'yishda va yomg'ir suvlari qayerga oqishini hisoblashda juda muhim. Kommunikatsiyalar eng muhimi shu. Yer ostidan o'tgan gaz, suv, kanalizatsiya quvurlari va aloqa kabellari. Mavjud inshootlar, devorlar, yo'llar, qo'shni binolar va hatto elektr ustunlari. Toposyomka qachon talab qilinadi? Sizga quyidagi holatlarda toposyomka 100 kerak bo'ladi. Loyiha chizishda, proyekt, hech bir arxitektor toposyomkasiz binoni qayerga qo'yishni chiza olmaydi. Agar xato chizilsa, bino ostida gaz quvuri chiqib qolishi mumkin. Qurilishga ruxsat olishda, Qurilish vazirligi va arxitektura organlari bu hujjatni birinchilardan bo'lib so'raydi. Kommunikatsiyaga ulanishda, gaz yoki suv idoralari quvurni qayerdan ulab kelishni bilishi uchun toposyomka talab qiladi. Yer nizolarida, agar qo'shni bilan chegara bo'yicha sudlashsangiz, toposyomka eng aniq isbot hisoblanadi. Jarayon qanday kechadi va narxi qancha? Toposyomkani faqat maxsus litsenziyaga ega bo'lgan mutaxassislar, geodezistlar amalga oshiradi. Jarayon 3 bosqichdan iborat. Dala ishlari, geodezist asbob bilan kelib, yeringizni nuqtama-nuqta o'lchaydi. Kameral ishlar, olingan ma'lumotlar kompyuterda, AutoCAD dasturida chiziladi. Kelishish eng qiyin qismi, chizilgan sxemani gazchi, suvchi, svetchi va o't o'chiruvchilar bilan tasdiqlatish. Ular quvurlar haqiqatda borligini tasdiqlash kerak. Narx yerning maydoni va qanchalik zich, ya'ni kommunikatsiyalar ko'pligi ekanligiga qarab belgilanadi. Bu sohada tejashni maslahat bermayman, chunki noto'g'ri toposyomka ertaga ekskavator gaz quvurini uzib yuborishiga sabab bo'lishi mumkin. Xulosa va maslahat. Xulosa qilib aytganda, toposyomka bu nafaqat majburiy hujjat, balki sizning xavfsizligingizdir. Binoni qurib bo'lgandan keyin, voy, bu yerda quvur bor ekan-ku, deb buzib yurmaslik uchun ishni to'g'ri boshlang. Siz toposyomka qildirishga ulgurdingizmi yoki bu terminni birinchi marta eshityapsizmi? Agar geodeziya bo'yicha savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozing. Kanallarga obuna bo'ling, qurilish va yer masalalarini qonuniy hal qilishni biz bilan o'rganing.